Yo, nima bo'ldi? What the fuck? O'ylayapman. Yo, xudoyim, nima bo'la bu? Stalkerlar qishlog'i. Birinchi qism. Bu yana qancha yurish mumkin? Biz bilasanmi necha kilometr yurib qo'ydik, verisi? Ha, asabiylashmang Sho'xa, yana ozgina qoldi. Qanaqasi yana ozgina qolgan bo'lishi mumkin? Umuman ko'rmayapti-yu, umuman hech qayerda hali bu qishloq. Nima ham derdik Sho'xa, o'zingiz eshitdingiz-ku, bu qishloq bizdan yordam so'radi, bormasak bo'lmas edi. Oyog'imda oyoq qolmadi, verisi. To'g'ri, shunaqa ham og'ir bo'lishing mumkinmi? Hech ham men og'ir emasman-da, просто siz o'zingizning kuchingiz juda ham kam. Men yengilman juda. Uni buni qo'ysa, mana bu peyzajga bir qara, ana tog'larni qara chiroyli ekanini. Wow, rostdan ham e'tibor bermabman, juda ham chiroyli. Yo xudoyim, va nihoyat menimcha topdik. Ish qilib shu qishloqni o'zi tekshirchi verisi. Tak, hozir tekshiramiz. Ha, aynan shu qishloq ekan. Shunaqa ham uzoq tekshirish mumkinmi verisi? Qara, sen tekshirgach o'sha qorong'i ham bo'lib qoldi. Hech ham men demasam, hamma o'zingizda juda ham sekin yurdingiz. Ha, xo'p, urushma. Hozir biz yotib uxlashimiz kerak. To'xta, uxlashdan oldin mana bu qishloqdan so'rag, bro. Yo, eshikni bajarimga yopib ketib qoldi. Yotib oldi. Bo'lishi mumkin emas. Men sizdan savol so'ramoqchi edim. Bu rostdan ham shu bizni chaqirgan qishloqmi? Bu yerda rostdan ham qorong'ida stalkerlar keladimi? Bilmayman, men bor boshqa birovdan so'ra. Bo'lishi mumkin emas. Bu nima bala? Bu shu yerda yashaydigan odammi? Umuman bilmayapti-yu. Hozir Galemdan so'raymiz-da unda. Galem tog'o, rostdan ham bu yerda qorong'ida stalkerlar keladigan o'sha qishloqmi? Ha, siz manzilda adashmadingiz. Bu aynan o'sha qishloq. Ehtiyot bo'ling, qorong'ida stalkerlar kelishi mumkin. Yo xudoyim, mana gap hamma yo'qda. Axir bu Galem bilishi bu aniq. Chunki bu qorong'ida axir qishloqda qo'riqlab yuradigan inson. Ana u qishloqqa esa yotib uxladi. Birinchi brat, biz ham yotib uxlashimiz kerak. Yot chiqqani veriti yaxshi dam ol. Maza qilib uxladim. Seningcha, uzr so'rayman, makilab ketyapman. Seningcha, menimcha sen ham juda ham yaxshi uxlagan bo'lsang kerak. Mana bu yerda Galem hamma zombilarni o'ldirib yuribdi ekan. Biz esa qorong'ida, o'tgan qorong'ida hech qanaqa stalker ko'rmadik-a, verisi. Men ko'rdim, faqat siz ko'rmadingiz. Men sizga aytmagan edim, qo'rqib ketmang deb. Sen jinnimisan, nimaga aytmaysan? Axir men buni videoga olishim kerak edi-ku. Biz axir qishlog'imizga borganimizda ularga ko'rsatishimiz uchun. Uzr so'rayman. O'zingga pishirib ye, keyin safar unaqa qilma. Hozir biz ovqat haqida o'ylab, mana bu pichanlarni olamiz va uni non qilib yeymiz. Mana bu yerlarda ham bor ekan. Ming afsuski, men o'zimizni qishloqdan chiqqanimda o'zimga narsalar olmayapman. Shuning uchun hozir o'zimiz boshqatda yana jivanya qilamiz. Veriti, seni kallangga mana shunaqasiga ursam og'rimaydimi? Siz jinni bo'lib qoldingizmi? Sho'xa, qani ishni og'riydi-da. Xo'p, bo'pti, unaqa qilmayman. Sho'xa, hazarlikash. What the fuck? Verstakcha, kirkacha, juda ham ajoyib. Endi pichandan non yasaymiz. Yo xudoyim, veriti, buni ham sen ham eshitdingmi? Bu nima ovozi bo'lishi mumkin? Yo, nima bo'ldi? What the fuck? Qoching Sho'xa, qoching, tezroq uyga kiring. Yo xudoyim, nima bizga Galem tog'a boya noto'g'ri ma'lumot berdim. Ularda faqatgina qorong'ida spam bo'ladi deyish kerak-ku. Bu esa bizga qarab turganiga bir qara qo'rqinchli ekanini qara, veriti. Ha, u juda ham qo'rqinchli ko'rinyapti, rostdan ham Sho'xa, unga qaramang, iltimos qilaman. Hozircha u bizga tashlamayapti. Menimcha bu bizni ko'chaga chiqishimizni kutyapti-yu, veriti. Nima deb o'ylaysan? Ha, rostdan ham ko'chaga chiqishingizni kutyapti va bizni yeb olmoqchi. Iltimos chiqmang ko'chaga. Hop, yig'lama, veriti, nega yig'laysan? Hozir ko'chaga chiqamiz, tez qochib ketamiz uzoqlarga. Yo xudoyim, Sho'xa, qoching, tezroq qoching. Boshqa joydan endi tosh qazishimiz kerak, veriti. U qishloqda u tomonida ko'rding, stalker joylashgan. Endi u yerda stalker bor. Mana bu pichanlarni hozir ovolamizda biz asta-sekinlik bilan. Axir bizga baribir ovqat kerak bo'ladi, polibomu va mana bu yerda bekorga pichan yotibdi. Yo xudoyim, bu nima qilyapti meni orqamda? Qoching Sho'xa, qoching, juda ham qo'rqib ketdim. Bo'ldi, qo'rqma veriti. Biz uzoqroqqa qochib ketdik. Mana bu yerdagi sandiqdagi narsalarga sen bir qara. Bu yerda izumrudlar bor ekan. Yo'q, qajarsa bor ekan. Mana bu yerda mana bunaqa qopcha ham bor ekan. Yo'q. Nima, siz rostdan ham jinni bo'lib qoldingizmi? Meni nima qopga solmoqchimisiz? Qanday sig'mayman men bu qopchangizga kichkinagina. Sho'xa, hazarlikash. Yording o'sha shu gap bilan. Mana bu yerga qara, shuncha tosh bor ekan. Voy nariyadan qazayotganni shu yerdan hozir qazib olamiz toshlarni. Bu yerda qara, hattoki ko'mir ham bor ekan. Aytgancha boya bitta gap aytmoqchi edim, verisi. Shuni do'stlarga aytib bor, ya'ni tomoshabinlarimizga. Ha, do'stlar, tomoshabinlar, bizni kuzatayotganlar hammaga qaranglar. Bu videoni Xudo xohlasa ikkinchi qismi bizning Sho'xa Play kanalimizda 70 mingta obunachi bo'lgandan keyin chiqadi. Shuning uchun agar tezroq ikkinchi qismini xohlasangiz, pastga ching obuna bo'ling. Qara biringiz obuna bo'lsangiz, Bir pasda Sho'xa 70 mingta bo'ladi. Va qachonki 70 mingta bo'lgandan keyin men o'zim Sho'xani ko'tiga tepib ketdik, ikkinchi qismini olishimiz kerak deb sudrab video oldiraman. Yo, what the heck? Nima meni unaqa deb tashlayapsan? Shuning uchun hozirroq pastga ching va obuna bo'ling. Okay, veriti. Hozir biz o'zimizga tosh narsalar yasab olishimiz kerak. Axir o'zim aytdim-ku, o'zim asabim buzilib yotibdi. O'zim narsalarim qishlog'imda qolib ketgan. Shuning uchun narsalar yasab olamiz. Tavba. Xo'p, veriti, yana bir bor seni test qilamiz. Tepada turgan qanaqa inshootchi? Bu buzilgan portal nima, meni jinni deb o'ylayapsizmi? Rostni ham bilasan, qoyil. Ko'raylikchi nimalar bor ekan. Oltin olmalar, bunaqa magnetit narsa, oltin bo'laklari va hattoki qilich ham bor ekan. Yuhu!
Ay oyog'im kuyapti. Mana bu yerda mana bunaqa magma kub bor ekan, magma blok bor ekan. Mana bu yerda qara, mana bu yerda temirlar bor ekan. Qancha hammasini olamiz. Sho'xa bitta narsa aytaymi, nimaga bu yer tekis, bu yerda temir paydo bo'lib qolganini? Ha, aytishqani juda ham qiziq. Oldingizdagi buzilgan portal noto'g'ri paydo bo'lgan va qiyshiq yo'nalishda paydo bo'lgan uchun Mana bu yerdagi shaxtada, ya'ni yer yuzasidagi temirlar bu yerga chiqib ko'rinib qolgan. Veriti aqlli hazilkash. bu kulgili emas. Nima qanaqasiga hozir yorug'idi-yu, biz oddiygina temir va ko'mir olganimizcha bir pasda qorong'i bo'lib qoldi. Mana buni qara, Veriti mana bu yerda kompromis kelib qopti-yu, kompromis jon nimalar sotyapsiz? O'tgan safarga o'xshagan musor emas, lekin baribir musor. Ha, gapingizga qo'shilaman Sho'xa. Qarada Veriti, shu yerda seni bowling kaptogidek dumalata o'rsam, ishima qilmaydimi senga? Jinnimisiz o'lib qolaman-ku, men boshim aylanib nima qayt qilib o'tirishimni xohlaysizmi? Yo'q, albatta to'g'ri aytasan. Tinchgina yugurib bora qolaylik. Veriti, butun umuman uxlamaymiz va stalkerlarni kutamiz. Nima deysan? Jur'atingiz yetmaydi, oddiy creeperdan qochib ketyapsiz-ku. Creeper bilan uni farqi bor-da, mana qara bu paqillab ketdi. Chakaramiz. Nima deysan? Ha, o'zim shunchaki qo'shiq aytyapman. Mana shu yerga Veriti qara, hozir uy quramiz. Bor tez daraxt chopib, ana ularni olib ket toshlardi. Tavba. Xuddi meni oyog'im bor va boltam, kirkalarim borda. Uyda qurib tashlaymiz. Mana bu boru skeletlar shunaqa jonga tegdi. O'tirchi, mana bu yerda Veriti hozir qara, hozir biz uxlaymizmikan yoki yo'qmi? Shu haqida rosa o'ylayapman-da, men borku juda o'ylayapman. Yo'q, xudoyim, nima bo'labu? Bo'lishi mumkin emas, bu stalkerda qarang siz. Orqamda spam bo'lib qolyapti va bloklarni buzayapti yo'lda. Eng yomoni u yoqda Veriti qolib ketdi. Sho'g'a, qayting. Hozir Veriti qo'rqmay tur, hozir boraman. Mana bu o'lgur nima? Stalkerda men aylantirib boshqa joyga olib borib, boshqatdan qaytib oldinga boraman. Mana buni qaranglar, orqamda yugurib kelishini, bu to'si meni o'ldiradi. Qancha jonim olganini qarang. Va nihoyat. Gapirmay tur, qochundan ko'ra qochaylik tezroq. Ana o'lgur kelyapti, yugurib orqamizdan. Menimcha Veriti u ketib qoldi, yo'q, ko'rinmayapti menimcha. Ha, lekin iltimos baribir pastga tushmaganda baribir baby zombie yuribdi ekan, u o'lgur stalker ham bo'lishi mumkin. To'g'ri aytasan, lekin baribir biz pastga tushishimiz kerak-da, boshqa ilojimiz yo'q. Bu. Hozir amallab tashlaymiz, qo'rqma. Ana bu baby zombini o'ldirdik, ish qilib ehtiyot bo'lib chiqishimiz kerak. Ana u yana yugurib kelib qolmasa, mana buni qara, uylarni buzib tashlaganini bu stalkerdi. Menimcha yotib uxlaversak yaxshi bo'ladi, Veriti. What the fuck, kellaringmi? Qanday yaxshi, yana tong otdi va kompromis kelibdi. Bu boshqa kompromis, Veriti. Mana bunga qara. Bu mana bunaqa temir kirka sotar ekan, infeksionisti bor ekan, lekin 10 ta ekanda izumrud, yo'mayo. Veriti, mana buni ursak bizga tufuradi, nima deb o'ylaysan? Qarachi. Yo'mayo, rostdan ham tufurar ekan. Qanday bilmaslik mumkin buni Sho'xa? Bilmasdim-da, qayerdan bilay? Uyimizni qurishimiz kerakligi esingizdan ham chiqib ketdi-ya sizni. Ha, rostdan ham uyimizni qurishimiz kerak. Let's go, o'rmon tomon daraxt olib kelamiz. Va nihoyat menimcha shuncha daraxt yetadi. Qurishni davom ettiramiz. Bizda esa resurs qolmadi. Hozir tez mana bu yerda shaxtacha bo'lsa kerak-ku, shu yerga tushib hozir tez Veriti mana shu yerdan tosh yig'ishib olishimiz kerak. Aha, davay, sizga ishonaman Sho'xa, davay, bosing. O'zi senga ham borku bir bala qilib turib kirkami bir bala qilib berishim kerak ekan. Tosh qaziymiz. Rostdanmi? Veriti asabga tegma. Bo'ldi, hozirgacha yetib qolar menimcha. Yo'q, xudoyim. Videoning ikkinchi qismi Veriti aytgandek 70 mingta obunachiga erishgandan keyin chiqadi. Obuna bo'ling.